Agar biz kelgusida farzandimizdan hurmat, ehtirom ko'rishni xohlasak, yoshlar ota-onasi hayot bo'lsa, farzandini oldida ota-onasiga chiroyli muomala qilsin. Farzandingiz ko'rsin shuni. Ha, otam otasiga shunaqa muomala qilyapti, onasiga shunaqa muomala qilyapti, men ham shunaqa bo'laman deyish kerak. Agar uni oldida siz ota-onangizga qo'pol muomala bo'lsangiz, aka-ukangizga munosabatingiz yomon bo'lsa, bir dasturxonda oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan o'tirib akangizni yomonlasangiz, ukangizni g'iybat qilsangiz, ha u siz aka-uka bo'layotgan farzandlaringizga qanday tarbiya bergan bo'ladi? Ular ham shunaqa bo'ladi. Biz bugun shuni o'ylamayapmiz. Bitta oilada o'tirib muhokama qilyapmiz, akamizni, ukamizni gapiryapmiz, farzandimiz eshitib turibdi. Ha, o'sha yerda ham aka-uka o'tiribdi demayapmiz. Ertaga bular ham mendan keyin shunday holatga tushadi. Yo'q, har qancha bo'lib ketgan bo'lsa ham munosabatimiz aka-uka orasida farzandga bildirish kerak emas. Farzandlarga bildirish kerak emas bu narsani. Avvalo munosabatni chiroyli qilaylik. Endi insonchilik, qandaydir bir xafalik bo'lgan bo'lsa, farzandlar oldida buni muhokama qilib bo'lmaydi. Ota-onaga yaxshilik qilish, ularga chiroyli muomala qilish, hammasi farzandlarimizga ta'sir qiladi.